Biz ham Mingbuloq tumanidamiz. Mana Shukurjon, bu yer Jamashuy. Nima uchun Jamashuy? Yuring buni shu yerliklardan so'raymiz. Ketdik. Jamashuy so'zining ma'nosi. To'g'risi bilmadim. Yo'q, bilmayman men buni. Siz bilasizmi? Agar bilsangiz, izohlarda yozishni unutmang. Mingbuloq tumani 1952-yilda tashkil topgan bo'lib, Chust, To'raqo'rg'on, Pop tumanlari qolaversa, Andijon viloyatining Ulug'nor tumanlari bilan ham chegaradosh. Yer maydonlari unumdor, ishlab chiqarish rivojlangan tumanda deyarli ko'pchilik tadbirkor. Qarang, ssenariy bo'yicha boradigan joylarga qanday boramiz, yo'lni ham bilmasak. Xo'p, 1260 kun tering, topamiz. Dilfuzi kemada suzmoqchimidingiz? Ha, lekin bu kema emas, ko'ryapsiz-ku, cho'kib ketsamchi. Nimaga cho'kasiz? Sizdan og'ir mashinalarni ham ko'taradi-ku. Nima? Uni nomi parom deb atalib, Pop, Chust tumanlariga o'tish uchun tashkil etilgan. Bu Sirdaryo, baliqlarning eng kattasi ham shu yerda bo'lsa kerak. Tumanning Mingbuloq deb nomlanishiga sabab esa yer osti va yer usti boyliklari zaxirasidan kelib chiqqan. Jumladan hozirgi Dovgud qishlog'idagi neft zaxiralari, Gurtepa qishlog'ida Hovuz mozordagi shifobaxsh buloqlar, Qo'shqishloqdagi sho'rsuv buloqlari, Baland Gurtepa, Uzuntepa, Mulkobod qishloqlaridagi buloqlar o'zining ming dardga davoligi bilan ham alohida ajralib turadi. Yana qanday ma'lumotlar qoldi? Qolganini mingbuloqliklarning o'zlari izohda yozishadi. Videoni Mingbuloqlik tanishlaringizga yuborib qo'ying.